Hamsiya jonim bu yana o'tirib bir amallab shuni ko'nglini topsam ishim besh bo'laydi-da. O'g'lim, beraki. Qanada? Mabacha. Mana bu chakalakchani oldi. U hamsiyaga yetib yana yangi kelgan hamsiyaga. Tez. Assalomu alaykum. Dadam sizga chakalak berib qo'yardi. Rahmat. Ketmaysizmi siz? Omon bo'shat ichiga qanpan pichini solib bering. Asta yurak xasta. Yurib borayotirman. Hamsiyam tomona asta. Xasta yurak xasta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingiz qanday? Charchamayapsizmi? Bering o'tilaringizni. O'zim chop beraman. Rahmat, haliyam siz bor ekansiz. Hay, rahmat demang. Hamsiya yordam bermasa qanday hamsiya? To'g'risi, ko'pdan men bitta narsani aytmoqchiman. Bilsangiz, shu siz ko'nglingizni olishga harakat qilaman, lekin siz ham ko'nglingizni bermayapsiz. Uyda ikkita inagim bor. Sizga shular sotibda mashina olib beraymi? Tegasizmi? Undan ko'ra pravo olib bering. Pravo? Bo'ldi. Zo'r tanishim bu. Yuring. Hamsiya jon, mana ana shu Qarako'ldagi Real avtomaktab ana shu yerda sizni o'qitibda pravo olib beraman, keyin to'y bu yog'i. Yuring. Uyda o'qish uchun hamma sharoit bor. O'zi 4,5 oydan 5,5 oygacha shappa o'tadi. Pravani olaningizda sirasi to'yni ham tezlashtiramiz. Mana bu yerda qanday o'qiyman? Nimaga? Ayol instruktor bo'lmasa-chi? Bu yerda ayol instruktorlar bor. Ayol kishiga dars o'tib o'zi o'rgatadi. Siz uchun hammasi. Ketdik, yuring. Hamsiyajon, manzil esingizdan chiqmasin. Qarako'l tumani Suzish havzasini ro'parasida Real avtomaktabi. Endi so'zlaringizni jo'natsangiz ham bo'ladi. Jonlikdan aylanay.